Bu o'rtoqlar, bugun mehmonimizda IXA просто IXA? IXA. IXA. Просто anaqada ikkita kanalingiz bor. IXA Gaming Да. и IXA Live. IXA Live. Bizlar bilan kim o'tiribdi? IXA Live. IXA Live o'tiribdi. Reaksiya. Da, shu video tagida 3000 ta komment yig'sa, IXA streamga ham chaqiramiz. 3 kishi mana shuni ko'raveramiz. Bo'yingiz uzun ekan. Nimaga? Baland o'tiribsizmi? Yo'q, aytinglar-da, nima men ustida o'tirganimman. Birinchidan men bunaqa ustida o'tiribman. Ikkinchidan men pastga qo'yishdilar bunaqa. Yaxshimisizlar do'stlar? Men ham gapiravering. O'shani aytmoqchiman. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirganingizni nima deb tanishtirgan bo'lardingiz? Ikki og'iz emas, просто eng ko'rkam, eng chiroyli, hazilkash, yumori zo'r tushunib turgan inson bilan o'tiribman. Farruh, yaxshimisiz? Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sizni tanishtirdim. Ha, unda men emotsiyalarimni olib tashlaydi. Ensam xotirib o'tirdim-da. O'shani olib tashlaylik zo'r bo'ladi. O'zi o'ylab to'g'risini aytsam qo'rqib turdim hozir. Eng chiroyli, eng kamtar, eng anaqa deysiz deb. Chunki ko'payib ketdik-da YouTube'da bunaqalar. Yo'q, chiroyli. Anaqa demaydi, mediada ko'payib ketdik. Ha, to'g'ri. O'zini shunaqa tanishtirib, mendan ham oldin shunaqa tanishtirganlar bor ekan. Mendan keyin ham bor. Ha, yo'q. Ha, u yo'lga kirib yurmaydi o'rtoqlar. Keyin ham bo'ladi. Da, dunyo ikkita Farruh ko'tara olmaydi. Ha. Is this the power of a god? Bu narsa sizdan ham oldin bo'lgan. Sizdan ham mendan ham oldin bo'lgan. Sizdan keyin ham bo'ladi. Sizdan ham mendan ham qoladi. Kim u? Bilib turibsiz? Yo'q, ko'rmaganman. No, anaqa vibe prям sezmoqsiz. Ha, shu. Cringe video. O'sha o'ylaganingiz. Hamma topishdi menimcha. Unaqa Komment yozar. YouTuber bo'lish uchun ishlash kerak. Bo'mish deydi-yu. Da. Shunaqa o'zingizni tanishtirmaysiz. Ilhomjon Umarov 98-yil Namangan viloyatida tug'ilganman. U anaqa gomga olib kirib ketayotganda. Mamlakat tanishtiring o'zingizni, mamlakat. Ilhomjon Umarov. Da. Lekin IXAning orqasida ilhomligini men bilmadim. Ha, hamma ixtiyorli. Ha, shunaqada, ixtiyor. Bizda anaqa Nurmuhammad bor, montajyor. Nurullo. Nurullo. Men nimaga Nurullo? Chunki men uni qisqa ismi Nurullo deb o'ylaganman. Ha. Nurmuhammad. Keyin o'zidan so'rasam, menga farqi yo'q. Nur bo'lsa, boshi nur bo'lsa, farqi yo'q degan. Shuning uchun Nursulton. Nursulton, Nursamo, Nurtemur, Nurafen. Hamma shunaqa. Yusuf, Nur Yusuf, Nur Muso o'tiribdi. Nur Farruh. Nur Farruh, Nurixa, Nurilxon. Nurilxon. Sizlar bilan Nurilxon va Nur Farruh do'stlar. Bugun Farruh menga zo'r video tayyorlab qo'ydimdilar. Qani nomini aytavering-da. Oq libosga xiyonat. Oq libosga xiyonat. Charxi. Men oq libosga xiyonat har safar kofe ichsam yoki nimadir. Hozir miyam kelib shu narsa. Rangli nimadir yesam, oq libosga har doim xiyonat qilaman. Yo'q, men lag'mon ichgandim. You son of a bitch. Imенно oq kiyim kiygan kunim nimagadir lag'mon olaveramanda. Boshqa kunlar umuman olmayman. Eslolmayman qora yo bir boshqacha rangli kiyimda. Yeyishda ham salfetkani olib qo'yib bu tomonga bag'imga qo'yib keyin yeyman. Menimcha-chi endi plus minus bitta yilmiz-ku. Menimcha yoshligimizda bizga singdirishgan televizorlarda bitta katta reklamli kompaniya bo'lgan. Lag'monni boshqa kiyimda sotmaymiz degan. Ya'ni Любой kiyim kiyib olsangiz sizga lag'mon bor, kiyimingni almashtirib kelgan. Oq kiyim biz bilan faqat iloji xalat kiyib kel. Doktorlargina. Voy, monetizatsiyami kanal? Bizdami? Yo'q. Nimaga? Avtorskimi? Avtorskiy birikta muzika ishlatamiz. No, bo'lmaganda ham yo'q edi почти monetizatsiya. Bunaqa katta pul olib kelmaydi. Endi jo katta emas, olib keladi-da hamma. Har oy. 28 kunlik oxiri. Mana mensimasdim, seryozni. Keyin anaqa qildim, avtorskiy olib tashlash, mana umuman qilmasdim-da. Keyin boshladim mana. Endi yo'q joydan-da. O'rtoqlar, biz yaqinda anaqani ochib qo'yamiz. Monetizatsiyani. Men hozir bir ikkita sonlarni ko'rdim. O'zi hozir mana YouTube'da ko'rishyapti bizani. Просто 2-3 kun oldin bu narsa Telegramda chiqqan deb gapirib yuborsangiz, lekin anaqa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ha, bu выпуск birinchi Telegramda chiqadi, Zakritый kanalda, и YouTube'ga keyinroq chiqadi. Da, bo'ldi. Ha, mana. Ana tushundinglar-ku. Chotki. Zo'r. Okay, let's go. Mi? O'zi bo'ladi montajda. Ha, yo'q, boshqatdan uzr. Живой qilamiz bo'ladi.
yoxud Oq libosga xiyonat yoxud lag'mon. oq kiyimda. Da. Da. Zapis bormi? Zapis. Bitta tekshirib Da, ber. da. Ha, bora. Ha. Всё, четко. Zapis bo'lmasa boshqatdan olamiz. Ichkarida hech kim yo'q. Mana shu tizerga qanchalik kerak narsa mana shu. Ichkarida hech kim yo'q. Cho'l. Oxirigacha ushlab o'tiradi. Ichkarida kim bo'lishi mumkin ekanda? Masalan, akam oldiga kim keldi, tekshirib, ichkarida hech kim yo'q deb kutasiz oxirigacha. Может, zapaldir. Qachon oshyapti? Точно zapal. Mana tashab, kelin o'yladi ekan. Let's go. Go. Eng rasvo kunni tuhfa qilganlaring uchun rahmat sizlarga. Ak ko'ylakka to'g'lizan, oq emas ekan. Sizlar Lekin opam doim xiyonat qilib yuribdilar, boru. Yo'q. 5 ta ko'rsatuvdan beri xiyonat qilib o'zingizda gap menimcha. Oppada gap, Ha, уже hamma joyda xiyonat. Opam anaqagacha yetib bormayaptilar. Ana oq kiyim boru, yechila qolmadi-da. Aytmoqchi bo'lganim har safar mana misol uchun o'tgan kinoda ko'rganimizda opam bunday fata bor-ku. O'shani bunday ko'tardilar, ana akam voy de o'sha muammo aylanverdi, ana qiz orqaga qaytib ketdi-da. Bu safar ham mana ya'ni nima bu? Nima bu? Ko'raylik-chi, balki kuyovdadir. o'g'limni otasi yo'qligi uchun ustimizdan kulyapsizlarmi? Agar yana nimadir desangiz, o'zimni o'ldiraman. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Sizga qizimni yaqinlashtirmadi. Men esa baxtdan qochgan notavonman. Ama to'g'risi bu tizeri ko'rib odam ko'rgisi kelmay qolar ekan. Kutishadi lekin. Hozir qarang. Tushadi? Ha, prям kutcha qachon chiqar ekan deb. 10 kun oldin, bro. 291 mingta. 1200 ta like lekin. Hozir bu yerda YouTube'da 300 mingga yaqin prosmotr bo'lsa, televizorda где-то bir ko'rib qo'yganda, bir 10 millionta odam. To'g'ri. Bu anaqa rasa ujin payti qo'yib qo'yishadi televizorda. Yo'q, ujin paytida emas. Hurmatsizlik bo'ladi kinoga. Ujin qilishayotganda mana hamma o'tirdi, ilohomin deganda unda boshlanib qolsa, hamma shu borib o'sha kinoning yoniga o'tirib olishadi-da. 40 minut ko'rib bo'lgandan keyin ujinga qaytiladi. Ha, yo'q. Ya'ni da hurmati baland kinoni. Okey. Hali ham tizermi yo boshlandi? Backstage. Surlar. Короче, rejissor minutini ko'proq qilishimiz kerak, shu yugurganini 1 minut olishimiz kerak deb. Lekin opa где-то bir 20 minutdan beri yuguryapti-da. O'zi aslo. Chunki nimaga? Chunki uy uchastkada mahalla taraflar. Ha, to'g'ri. Yurgan joylar dom, Da. ruslar такой bo'lyapti-da. Bu yoqqacha normalniy yetib borgan-da. Da. Telefonda gudok keladi. Shunaqa qo'yib qo'yishgan bo'lsa. Nima muzika bo'ldi hozir? Kelin-kuyov. Tipa to'yda endi bildirish uchun. No, bilmadim. Butun ko'tariluvni nima qilamiz biz-a? Ko'chadan boshlashmatdim. Voy, qanaqa bo'lasan? Qachon aqling kiradi? Shunday muhim kunda ham eng kerakli narsa, kuyov degan ham gulni unutasanmi? Olib keltirib, tayyorlatib qo'ymaysanmi, bolam? Hozir olib kelishadi, oyi. Guldami muammo? Men qiz yo'q debman. Yo'q. No, u ham muammo. Alo, Gul muhimroq. Kelyapsanmi? Alo do'stim, yo'llar tirband ekan. Men bitta qaysidir qiz yugurib Necha minutda kelasan? Bilmadim, tezroq borishga harakat qilaman. Bo'pti, atxamga qilaman. Nima, olib kela olmas ekanmi? Yo'l probka ekan. Shu yoqqa atrofda gul do'kon yo'qmi, oyi? Bilmaysizmi? Azuchka вообще Malikada telefon sotayotgan akanga просто azuchka qildirib yuborishganga o'xshaydi. Shu yoqqa atrofda gul do'kon yo'qmi, oyi? Yo'q, eshityapsizmi? Dublajimi? Akam juda bemalol azuchka qilyapti. Men anaqa meni yuziga tushmagan. Shu yoqqa atrofda gul do'kon yo'qmi, oyi? Ha, kelinni onasidan so'rab ko'ray-chi. Men bilan oilasini hurmat qilaman. Uzr xudo. Shu uylaringni yaqin joyida. Gul do'kon yo'qmidi mabodo? Kelindi uymi bu? Men yaxshi tushunmayman bunaqa narsalarni, to'g'risi. Ko'p narsalarga yo'qman. Shunaqa bo'ladi.
Men ham hayronman. Men ham yo'q ekanman agar shunaqa bo'lsa bu narsalarga. Hatto uylanganman men. Qarang, mana kelinni uyi bo'lsa bu. Ha, kuyov olib chiqib ketmoqchi bo'pti. Gulni olib kelayotgan yigitimiz tirbandlikda qolib ulgurmayapti-da. Bor, mahallamizda boshida gul do'koni bor. Lekin hozir ochiqmi, yopiqmi uni bilmayman. Ha, birorta o'rtog'ingni jo'natib ko'rchi, ochiq bo'lsa olib kela qolishadi. Xo'p, oyi. Voy, ko'rmaysizmi bularni? Hech qisi yo'q. Nima o'g'aylar? Alo, bolalar gulyo yaqin joydan olib kelvoringlar. Bo'ldi. Tirband ekanda. Hozir kelinning onasiga murojaat qilsin. Mani onam, ikkita ona mana shu gulni xar qilib bersin. Da. Zo'r. Rahmat. Tabriklaymiz. Voy, Guli, buncha chiroyli ko'ynakni qayerdan topdingiz? Voy, juda ham chiroyli kelin bo'psiz. Hali biz bilan ham alohida fotosessiya qilasan-a? Fotosessiya qilinglar. Nimaga rasmga qarab o'tirib? Bilmadim. Xayrlashyaptilar manimcha qanaqa. O'zi bilan, ha? Hamma taklif qildi. Juda ham Bo'ydoqli chiroyli payt. ekan ko'ynaklaring. 9 da turishlar bilan xayrlashyaptilar. Alo do'stim, bo'ldi, yo'l ochildi. 10 minutda boraman. Yaxshi. Voy! Yo'l ochiqligiga olgan. Ani bolami qizmi desa, ani hozir 10 minutda yetib boramiz. Bola ekan deganda mana bunaqa Yaxshi. reaksiya bo'lish kerak-da. Shu tarafdan ochib qo'yishdi mana. Olgan. O'rta yo'lda ochib berishdi. Olgan, bir oy kutganlar-da. Avtobus yo'lini. O'g'lim, gul shart emas. Ichkariga kiravering. Kelin o'zi gul. Bilan sizni kutib qolishdi. Sen chiqib tur, men hozir chiqaman. Xo'p. Fokus oynada agar qidirib yurgan bo'lsangiz. Qochadilar. Qarang-a, opa. Shu paytda ham gul yodimizdan ko'tariladimi-ya? Hech Hali qisi ham yo'q. gul muammosi bor. Nima, gul baxt berarmidi? Baxt Allohdan. Endi hayotlari guldek boshlansin deb gul beriladi-da. Gul yo'qmi, baxt yo'q. Ana fatani ham ulayaptilar. Gulni deb qochib ketayotgan bo'lsalar. Yaxshi. Gul bo'lmasa. Hozirdan gul bera olmayapti, keyin nima qiladi? Ular prosta oynadan sakraveradi. Ko'chada hech kim yo'q, to'y bo'lib turgan odam. Umuman, absolut. Boylang uni haqida. Bo'ylamaydi, borishdi. Yo'q. Siz xavotirlanmang. Agar qizim gulsiz uydan chiqmayman desa, kuyovim uchun o'zim qizimni ko'ndirib chiqaraman. Oynadan. Mayli bolam, gulsiz kira qolgan. O'zi kelinni ham intiq qilib kuttirib qo'ydi. Voy, gulli temasi. Necha 5 minutdan beri gul tema bor. Yo'qmi? Bilmadim. Orasida lekin gulchi do'konni qaysidir reklamasi chiqmasa bu nima olindi shuncha narsa. Oxiri hozir o'rtada как minimum qaysidir bir chiqib kelish kerak-da. O'rtada sizlar ham gul topa olmasanglar, mana bu nomerga. Mana bu tezkor nomeringiz. Sraz yetkazib beramiz. Sizlarda ham shu muammo bor. Gul yo'q, kelin qochib ketdi. Roza us. Gap yo'lagan. Men qo'rqardim. Ye, shuni ko'rsatmadi. Lekin pus shunaqa ko'rsatgan yaxshi. Men javob beraman, u yoqda hali ham gul tema. Aniq. Hozir kiradi-yu, kelin yo'q-ku xonada. Mana. Nima gul degandi? Gul olish kerak edi. Shu bilan dollar orasiga kettiradi. Guldan-da go'zalsiz. Voy! Voy, gulni sanaylar montajda necha marta gul deb gapirishdi. Ouch, Marta! Shunaqa chiroyli kelishgan yigitni katta qilib berganman-da, opa. Gul degatamiz. Kira qol, o'g'lim. Xo'p. Gul bilan kiring. Guli desa. Qaqqulangan? Voy, ana ko'rpancha tiqib qo'yibdi, prosta. Ha, oyog'i ham yo'q ekan buni. Yo'q o'shada.
Magniti bormi-ku? Yo, lekin chiqargan magnit. bular hozir просто ko'rpantaga tiqib qo'yibdi bunday. Lish bu tursin deb. Ha, shunaqa. G'ish qo'yib qo'yganmi? Mayli. Yoki mana bu fata og'ir. Gul olish kerak. Oyi, Gulchehra yo'q. Okam lekinchi o'ylayaptilar. Bond de okam. 007lar. ichkarida hech kim yo'q. Nima? Nima? Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lishi mumkin? Qizim, Gulnoza. Guli. Okam afaka turibdi. Просто Bot. Qani kelin Kelin mayli, gul qani o'zi gul. shu deydi. gul. O'rtog'i ham kelmadi 10 minutdan beri. Telefonni yoqsammi, yoqmasammi? Yo'q. Yoqsam oyim qo'ng'iroq qiladilar. Keyin boshlanadi hammasi. Tak yoqmasa boshlanmaydi Turmushga so'chotka. ilojim ham yo'q. Ruxshona qizim, qayerdasan? Ha, Ruxshon ekan. Kelinim Ruxshona qani? Ha, Kelinimni gulroq. topib bering quda. O'sha xonada edi. Kuyovim kirmaslaridan oldin 5 daqiqa oldin o'sha yerda edi. Farishtamas u. Osmonga uchib ketganmi? Farishta emas, Qani gul. kelinim? Menga qarang. Qani Yoki kelinim? hazillashyapsizlarmi? Voy 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 Toping voy voy. kelinim. Autizmdan kelib chiqqan holda hozir shunaqa situatsiyaga opam gapiradigan gaplarni qarang. Topaman. Hozir gaplashaman. Hozir topib chiqaman. Balki tashqariga chiqib ketgandir. Yey, tashqariga chiqsa hamma ko'radi-ku. Bu nima deganingiz? Nima tomosha hali? Sizlar o'g'limni otasi yo'qligi uchun ustimizdan kulyapsizlarmi? Вообще, ana opamni logikalar. Железо betonmi? Otasi yo'qligi uchun kulishyapti. Kelin qochib ketdi, kuldi ustidan. Yo'q, nega unaqa deysiz? Hozir to'xtab turing. Okam yana botlar qarang, haqiqatdan offline turibdilar. Endi bu ikkita anaqani o'rtasida chuvim etdi. Gul bo'ladi. Gul bola. Hozir topib kelaman. Ruxshona. Toping kelinimni. Xo'p. Gulibek. Oyi, endi nima qilamiz? Nima qilardik? Qizini topib beradi menga. Toptiramiz qizini. Menga qara. Qizini sevgani bo'lganmikin-a? Surishtirganimda yomon gap eshitmaganman. Yey. Nima? Vashi kemalaringni o'ziga. Shu aka emasmi bu? Yo'q deyapman. Og'zim oshga yetganda shu qiz ham nasib qilmadi. Nimaga galstuk taqmagansiz deyapsiz-ku? Da, to'y toqadiganmi? Gul bahbah. Qarang, babichka. gul yo'q. Galstuk galstuk yo'q. yo'q. Nima? Конечно, qochib ketadi-da. Da, kan bu естественно, брат. Da. Shuning uchun bizda hamma kuyovlar sochi lak bo'ladi. Да, лакированный. Da, prям. Onga. Siz ham Да, и конечно, по точно. классике жанра. Ne, Да, серьезно, да, да, прям qilasan deyishganmi? O'zi prям Sartarosh qilib qo'ygan, всё. Satoshiki Kio Price deganmisiz Da, anaqa da. paket, Kio paket. Kyo paket. Galstuk, zapinka, Of course. anaqa Как без syomkalarda zapinkalarni taqib, Zapinka taqib, soatlarni- atirlardan. Voa! Yo'q, unaqa qilmaganman lekin. Zapinka bilan anaqa kyo kostyum orqaga qilib yurgan. Yo'q, Yo'q, hazil, yo'q. hech qanaqa narsa bunaqa Yo'q, bo'lmagan. unaqa qilmagan. Yo'q, lekin omadingiz kelibdi, hech kim qochib ketmabdi. Klassikada bizda. Mana o'rtoqlar, ko'rdinglarmi? Mana shu Kio paketda olmasanglar, 100 talik kimdir Ustalar qochib qochib ketadi. U guliz bo'ladimi, yo'qmi? Eng glavniysi shu. Zapinka, soat, mana Galstuk. galstuk, и mana dastur bor menimizga. Da. Shaka, bitta Да, dastur bu ham bor. обязательно. И mamlaqa bashara. Серьезно. Har doim, ha. Harom aralashtirmagandim-ku. Halol yedirgandim-ku. Voy xudo. Bo'ldi, oyi. Nima qilaman? Siqilurmang. Tashqarida odamlar turibdi. Tashqarida Ana, hech kim yo'q do'stingga aka. qo'ng'iroq qil. Ichki ishlarga Reально topshir. hech kim. Faqat anaqa bor, childirmachilar. Ha, boshda chiqdi. Hali o'ynay berishdi, boshda. o'shaning o'zini 15 chaqirishgan. sekundda. Okam orkestrda ishlaydi, shuning uchun yaqin do'stlari ham muzikant. Rasmini ham jo'nat. Oyi, u nima deb tushunadi? Ey, nimaga laqmasan? Kim nima desa tushunsin, nima desa desin. Indamasdan hech narsa bilmay ketgandan, bu ishni oxiriga yetib, hal qilib keyin chiqib ketaman bu yerdan. O'zi nima bu yerda? Boshqasiga telefon qilaman. Kimga qilyaptilarki? Hali Adham bilan gaplashaman dedilar. Allo, Gulbek. Chekka legenda. Men qara, hozir ishlarim ko'p. Sen bilan keyinroq boshqa kuni gaplashaylik. yo'q, boshqa kun emas. Bugun hoziroq siz bilan ko'rishimiz kerak. Ko'ylakda qochib kelyapman. Biror narsa olganim yo'q o'zim bilan. Yuzta. Siz yoningizga kelyapman. Hadangamisiz? Bo'ldi, keyin gaplashamiz. Bo'pti, seni yaxshi ko'raman. Shu esdan chiqar. Ye, Gulbek. ye. Qachon keladilar? Qo'limda pulim yo'q ham bo'ldi. Taksiga opa nima bilan to'laydi?
Anaqa. Amaki, Nu, bilmadim. Qayerdan o'tkazib beradilar deb umid qilamiz. Taqinchochlari bo'lsa, lekin qimmatga tushib ketadi taksi. Agar taqincholar bilan to'lagan bo'lsalar, tarif Lampard. Tarif meni Lampard. shu ko'chani boshida tashib keting, iltimos. Xo'p, qizim. Faqat pulim yo'q. Okamni burchaga turganlar. Kadr bo'yicha ham. Shu tupoy joyda turibdi. Hatto 2-3 ta odam qo'yib qo'yishmoqda-da, yurib. Yo'q. To'y umuman vibe yo'q. Karantinda olinganda, avjiga chiqqanda 30 talik payti bor. Lekin avjiga chiqqanida 10 talik edi. Aka, undan ham o'tib hech kim aytmaganlar. Vashe boshlab berganlar Bitta birinchi. o'rtoqlar bor, o'sha ham yo'lda. Yo'lda. Ham. Okamni turuvini qarang, ani pozitsiyalarini, ani bog'chada nimadir ayb qo'ydi, bor burchaga tur, devorga qarab tur deyshadi. Shunaqa turibdi-da. Itruv ham aqlanani turuvi. Sabriya opa, Ona, Voy. Yo'q, bo'lmaydi. Qarang. Sabriya opa, ona, shart emas. aralashma. Sabriya opa, Sabriyo. Ona, men sizga topib beraman, ish pul ketgan bo'lsa. Hammasini o'zim topib beraman. Pulmi? Okam lekin uzri bro qo'ya qoling. Stream qiling. PUBG o'ynaydi nima desiz? Zo'r-da, bro. Stream qiladi. Tashar qolsa, qanaqa stream u? Donat qillaring. Mana o'yinga dod. Voy. Qoldim. Yo'q deyapman. tishimda saqlaganlarimni yemay yig'dim. Nima endi hammasini osmonga sochib yuboramanmi? Indamay ketaveramanmi? Okam hozir panikavat qilmadi. Yo'q deyapman. Achkinada qoldim. Nech pul berishimiz kerak? Menga qarang. Boring, eringizni ham chaqiring. Erkaklarning o'zini hisob kitobi bor. O'g'lim bilan hisoblashsin eringiz, men bilmayman. Ona, menga bulardan bir sim pul kerak emas. O'zim ishlab yana pul yig'aman. O'g'lim, men sizni o'g'lim deb qabul qilganman. Nima bo'lganini bilmayman. Qizimni o'ligi ham, tirigi ham yo'q. Bizni kechiringlar. Oysiz xavotirlanmasinlar. Biz hamma pulni qaytaramiz. Haqiqiy aktrisa bu. Hozircha uyda bor pulni olib chiqib beraman. Eringizni chaqirasizmi yo'qmi, opa? Dadasini yuraklari og'rib yotibdi. Hozir hech narsa deya olmayman. To'ydan xabar Boshimda shu kunlar ham bormidi? Hech o'ylamagan edim shunaqa bo'ladi deb. Qiz o'stiribman, lekin tarbiya bera olmabman. To'y kuni qayerga qochib ketadi qizim? Oyi, uyga qaytaylik. Og'aylarim qaytarib yubordim. Biz qaytarib yubordilar. Kelmadi ham o'zi, brat. Okam o'rtalari suyuv bo'ladi. Shuning uchun choyga o'xshab qaytarib. Yo'q, qoldi. Bo'ldi-da endi ona. Oshib ketdi. Bu ayolni turishidan ma'lummi ahvollari? Ayol emas, onang bu. Sani hozir bolam dedi. Bolam dedi-yu. Boshqa gapirmay ketdik. O'zlari kelyapsizlar, xabar beradilar. Pulni beradilar. O'g'lim, holatimni tushunganingiz uchun rahmat. Hech qisi yo'q, opa. Aytgancha kartamni tashlab qo'ydim. Fazilatxon, hozir kutib turing. Uyimdagi bor pulni olib chiqaman. O'zi nima qiladi? Men bu kelinning onasi hozir uydan pul olib chiqib nima qiladi? Prosta anu mebelni minus qilib yuborish kerak. Bo'ldi. Qoldi uni uyda. Ha, uni uyda qoldimi? O'shani men hozir vashi xonavayron bo'lib ketadi. Parda, marda. To'g'ri. Gilam. Nabrod bular должен bo'lib qolsa kerak. Ha, shunaqa. Hozir bu ham aytish kerak-da. Men ketdim. Hozir uyimdagi bor pulni olib chiqaman desa, kuyov ham aytish kerak. Bo'ldi, biz ham ketdik, mebel yig'amiz. Mebel yig'ishtirib olib kelamiz. No, situatsiyaga oydinlik kiritish yo'q. Nima bo'ldi? Topish kerak yo pul haqida. Pul-gul. Pul-gul. Uchta harfli muammolar, murakkabliklar. Gul. Onani ahvoli o'zi bir ahvol bo'lsa, Onaning ahvoli bir ahvol. qanaqa pulni ber deb so'rash mumkin. Men uyalaman. O'zi taqdir ustidan kulib turgan insonni. Banda bo'lib qanaqa kulaman? Men tashqarida bo'laman. Nima bu azuchkami bu? Nima? Men soxta, qanaqadir вообще. Azuchkami yoki okammi o'zlarining ovozlarimi? Banda bo'lib qanaqa kulaman? O'ziniki bo'lsa kerak. Da, azuchka. Da, azuchka. Menimcha emotsiya ham yo'q. Chehraga ham tushmayapti hozir. Yana bilaman. Chehra takoy mahalla-da, ana. Ertalab ishga, kechasi uyga-da. Oilam, bola chaqam. Oilam, bola chaqam-da. Men gapirayotgan gaplari ham takoy gapda. Azuchkada okam ana nima edi? Sebrda jentraga suyanib olib, qilayotgan men anaqa-da, azuchka. Da. Hey, aqlli otasiga o'xshaydi. Aqlli otasiga o'xshaydi.
Ya pul valdim menimcha. Ha, U ham pochga dang'illayapti. Otasini o'ziga. O'zicha vijdonli ey bola. Ha, bular senga vijdonliligini ko'rsatmadi-ku. Ustingdan mag'zavani ag'darib sharmanda qildi-ku bizni. Nima emas dardlarini operatorga sotishadi bular. Buni hozir shaxsiy ya'ni nima edi, chegaralarni buzish emasmi bu? Men operator bratimga bu kerak emas edi, hozir hayotiy muammolar. To'g'ri. Просто syomka qilib yuribdilar. Sizga yoqadimi aka dardini aytsa odam? Uyinda problemalarni kelib sizga gapirib bersam. Kerakmi sizga mana shu? Hech qayerga bormagansiz tim bo'ldi. Bu insonlarning bori ikkalasi ham baxtli bo'lsin. Somsani idishidami? Ha. Nechta? 10 ta ekan. Voy, opa o'z 4 ta pulingiz bor ekan. Hali ham sanayapti. Lekin uy bunaqa pulni bermayapti, bori bilmadim. Kami bir 7 pachka bo'lish kerak edi. Mana hozir sizlardagi osilib turgan narsalarning yonida tirjayib qolganda. Ha, вообще. Просто o'zi mana bu turibdi-yu, mana bu kachel anaqa. Mana shuni o'zi mana shu $700 kachel. Sabriya opa. Hozir. Sabriyami ismlari? Sabriyo. Kibriyoni opasi. Sabriyomi? Ha, Sabriyo. Eshitmayman. Yomon baqiribdi. Sabriyo. Hoy, Sabriya opa. Ketyapman. Hozir. Unga nima bo'ldi? Sekin tushib kelyapti. Opam o'rinda bo'lganimda-chi, chiqib ham o'tirmasdim boru. Men qo'llaridagi narsani просто yechib bersalar, Mayli. plus minus bo'lib ketadi. Naborot должен bo'lib qolishardi. Ha, O'zi 10 kishilik to'y qilishyapti. Mana bu yerda $900 bor. Lekin молодцы, молодцы, aldashmadi. Haqiqat okolo Rostdan shunaqa edi. 900 Men 1000 deb o'yladim. sanagan pulni ko'rsatib, mana $50,000 deganida, voshi tirjayapti. Qolganini ham dollarda hisoblab beraman. Tillarda Mayli. hisoblasangiz, tez hisoblaysiz. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Voy, voy, voy. Bro, qalaysiz? Yaxshimisiz o'zingiz? Da, bo'ladi. Charchamayapsizmi? Da, Bir yaxshi. 10 ming berganlarda akasining Bum, o'rtoqlar, sizlar bilan reaktor. Pullarning o'zgardilar opa. Tipa shunaqa. Bunchalik o'zgarishga, ana o'zgarish boshqacha beradi-da. Misol uchun, mayli anaqa nima edi, zadniyni beradi-yu. Keyin olib chiqib bersangiz ham bo'lardi o'zi. Ha, qo'yormaysizmi deb. Qo'yormaysizmi? Mana shunaqa qilib bo'lish kerak-da. O'zga yetadimi? Mana shunaqa bo'lib qolishi kerak. Anonim aytgancha, eringiz yaxshi yuribdimi? Bersa bo'l. Mana qalaysiz? Yaxshimisiz o'zi? Bitta eshitaylik. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Oy. Rahmat. Yaxshiman. Otdek. Bizni kechiring. Bir farzandimning orqasidan oilamizni qarg'amang, iltimos. Mayli. O'z qalaysiz? Pul yig'ilsin. Sizga xabarini beraman. Xo'p, lekin o'zingiz rostdan yaxshi ahvoldamisiz, opa? Yaxshiman. Nimaga unaqa ahvoldasiz? Biror narsa bo'ldimi? Voy! Nima voy? Nima bu? Opa endi kirib keldimi rolga? Nima bo'lyapti? Kino o'tgan ichiliga tushib qoldimi? Yes. Bu orada gaplashib o'rdinglarmi o'zinglar? Nima bo'ldi o'zi? Qayerdamizmi? Anaqa mana nima? Atakani gul problema bo'layotgan bo'lsa, u qo'yaveringlar, normalmi? Hozir olib kelamiz. Tinchmi o'zi? Bitta to'y ekan. Voy, o'tib tushdinglar lekin. Вообще bor, неожиданный поворот bo'ldi. Nima kutib o'dim. Просто yaxshi mislida, уже ssenariyni qurilgan edi-da. Bu yerda вообще ustiga nima qilyapsiz-da? Qog'oz ham yopib. Da, вообще. Voy, yuragingiz og'riyaptimi? Yo'q, ensam qotyapti. Tupoy savollaringizni. Ssenariy o'qiganmisiz malla xolos. Jonimga tegdi-yu. Yana qancha o'ynaymiz bu bilan? O seriya bittami chiqib. Voy, Mana opa, epizodingiz qancha? qachon tugadi? Mana shu $900 olibchi. Boshqa qilmang. Birortasini chaqiraymi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Pulni oling-da, keting. Mayli.
hech narsani eshitishni xohlamayapman. Ammo xafa bo'lmang-ku. O'qimishli ayol bo'lsangiz ham bittagina qizingizga tarbiya berishni bilmabsiz, opa. Bunaqa gaplashilmaydi-yu, vashshi ana. Bilmadim. Til ojiz gapirishga men hayronman. Har doim tavba qilishni unutmang. Tavba deng, og'zingizdan tavba tushmasin. Kim bilsin qachonlardir birorta bechorani qochib ketgan qizini ustidan kulgandirsizda, opa. Omon bo'ling. Umrimdagi eng rasvo kunni tuhfa qilganlaring uchun rahmat sizlarga. Mana shunaqa payt prosta men $900 $100 qo'shib berganlarida, hozir bunaqa gapirayotgan Bunday bo'lmasdi. Hali ham hola-holdan so'raydi. O'zingiz rostdan yaxshimisiz? Agar bir 10 ming berganlarida bilmadim. 10 ming berganlarida ana bola qolardi uyda. Bu o'g'lim sizga. Kelin kelsa keldi, bo'lmasa mayli. Voy sho'rim. Opa. Voy. Opa, o'zingizga keling. O'zingizga keling. Qilaymanmi? Pul. Hoy Rasul. Tez yordam chaqir. Qaynota qatta, mana shu. O'zingizga keling. Opam qaynasan yoniga ketdilar. Ha, yo'g'i. Endi nima? Yarim yilda ko'rishadi. Opa, ko'zingizni oching, 900 beribsiz. 1,5 ming berishingiz kerak hali. O'lmay kim beradi? Bu to'yxonani puli ham mas'ud. Qani, qo'llaringizga nima qilibdi? Voy. Voy, men bo'yningizga bo'g'yapsiz. Kim bor? Tez yordam, tezroq Shu chaqiring. ham yo'q. Yi? Voy. Talabali uylariga keldilar menimcha. Shunaqa bo'lsin ish qilib. Ha, uyda erkak kishi, chunki suvli olinmagan. Uy anaqasida yotibdi. И tapchganlar ham qarang. Ha, qizlar. Mushkoy polni. Yo'q, men bu chust. Ustali mushkoy. Ha, lekin men suvni olib qo'yishmas ekan. U anaqa menimcha tugagan kuryer tashab ketish kerak. Aboyi ustiga g'ish yopishtirishga necha? Nima bu? Endi bu kim men qarang. Svet yoqishi, ana bir marta yoqasiz. Bo'ldi, boshqa o'chirolmaydi, yoqolmaydi. Men bu aboy bilan men bir xil emas-da, qarang. Har xilda, ustiga g'ish yoqib. G'ish urishi. Ashshada. Ha, mana bu hayot boshqacha. Qanaqa boshqacha? Sizni yaxshi ko'raman, Farruh aka. Men Alloh. Shivo. Yo'qlar, o'rtoqlar. O'rtoqlar. Qanday? Yo'q, biz bunga tushuntirishingiz kerak o'sha. Nimaga g'ishga e'tibor beryapsiz? Endi tushundim. O'zi yoqmas ekan Bo'ldi, uyimga yetsam. Men senga uyga qanaqa tashlab ketdim? Ya, lekin agar bu meni uyim bo'lganda, suv mamlaqa yotmasdi-da. Eng o'g'ri suv mam bo'lsa-da. Shu eng anaqasi. Ha. Tez Bu-chi? Bu ham yo'q. Bu normal mana bu svetda unaqa. Bu включать nimaga rozetkani Qani tushunmayapman. hozir pirabut chiqib olaman hozir qarang. Bu nima bunaqa qilingan? Bu o'zi kerak emas. Chapeda yoqasiz. Ha, yo'g'i. Bilmagan odamchi. Bilmagan odam? Nima bilmagan odam? Bilmagan odam qanday yoqadi? Bilmagan odam anaqa bilmadim. Bilmay qo'yaveradi. Bilmayman. Mana misol uchun pula. Nima qotdi uyimda? Bu lekin tanir ekansiz. Yo'q, lekin siz shoshmang. Kuyovning ismi nima? Saddammidi? Yo'q, ismini aytishmadi. Aytdi, o'zi Ayaz chaqirdi. Ha, yo'q. Ilhom bo'lganda lekin yo'q, aytib qo'ying. lekin opamchi meni obunachi bo'lishlari ham mumkin. Chunki bitta akkaunt bor. Sizni sevaman deb rosa ko'p yozdi-da. Ha, yo'q. Bir kuni audio yuboribdi-da. Bitta ochsam Oke nima javob bermayapsiz? Bir yozdi. Yo'q. Voy, bunaqa bo'lmaganman lekin. Yo'q, lekin siz bilmaysiz-da, u ana restrikt yotaveradi-yu. Uyimda nima bor degan SMSga yotyapmiz. Istoriya qo'yuvdim, o'shani уведомление keldi. Ha, endi e'tiborda. Pul sanayotganlar. Ona biror bir yomon gap aytmadingizmi? Yo'q, akamning aktyorskilarini 1,5 soat ko'rib berardim lekin faqat mana shu akamning dialoglarini. Ona biror bir yomon gap aytmadingizmi? Nima deyman? Pul olib chiqishini kutib turdim. Olib chiqdi. Dumalar yotibdi. Qo'lidan olib chiqib ketmoqchi edim. Qaltiray boshladi. Bu nimaga qaltirayapti deb yoniga borsam, shiliq qaytib tashavorsa bo'ladimi? O'g'lim, eng qizig'i,
bo'yinlardagi tilla bor-ku. Yo'q qopdi. Qo'ldagi sirg'a bilan. Ko'rmadingmi sen? Men ham ko'rmadim. Salmading. Keyin nima bo'lganini o'zing ko'rding. Og'ir gapirmagan bo'lsangiz bo'ldi. Oson emas baribir. Ahvolni ko'ryapsiz-ku. Ahvol bir ahvol. Chiqmabsiz-da. Mabodo o'ziga kerak bo'lib qoladi. Bizgacha? Bizga pul kerak emasmi? Kerak. Bizga ulardan ham ko'proq kerak. Sodda bo'lma, o'g'lim. Yana Bizga ham pul kerak o'rtoqlar, shuning uchun platniy kanalimizda bizning boshqa sonlarimizni ham sotib olyapmiz. atiga 39 ming so'm. Va bir oy maza qilib videoni ko'rasizlar. O'g'lim, yonimga bir simga kiring. Sizda gapim bor. O, avtomatik nomerlari. Va, mayli. Xo'p, hozir kiraman. Kim? Sabri opa, gapi bor shekilli. Men oldiga bir kirib chiqyona. Mayli, ko'p qolib ketma, tezroq chiq. Bilasan, seni ko'rmasam xavotirlanaman, ahvolimni ko'rib turibsan. Bilaman, ko'p o'tirmayman. Shundoq ko'rishib chiqing. Tezroq chiq. Brat. Ona nima gap? Hali tillaringizni yo'qotib qo'yibsiz. Hech kim yo'q. Nima? Mana yu gul. Pul yetmaganmi? Aktyorlarga nimaga? Hech kim yo'q. Xola bir ahvol yotibdilar, hech kim yo'q. Xijolat bo'lmang. Bemalol yotavering. Chaqirganingizga keldim. Biror kamchilik bormi? Yo'li tushib qoldi deb o'yladik. Yaxshi gap. Yoki gapingiz bormidi? Kamchilik yo'q. Hammasi yaxshi. Hech qanaqa kam ko'stim yo'q. Brasletim yo'q o'ta. Faqat bitta iltimosim bor. Shu iltimosni bajara olasizmi, yo'qmi? Oldin ayting. Bilolmayapman. Qo'limdan kelsa mayli. Rahmat. Rosa ham tushungan yigit ekansiz. Men sizga nisbatan nohaqlik qilibman. O'g'lim, menga qizimni topib keling. Uni qayerdaligini bilaman. Xola bilar ekan. Shuning uchunmi yuzlari qizarib qoldi anaqa yonida. Lekin u qizni topib kelishga begona odam nima bor chaqirib? Yo'q. Может, yo'lda balki fikridan qaytib uylanib orar. O'sha anaqa bo'lgan, Zax Max hamma narsa. Bungacha. Da. Okan vashi bemalol. Yo'q, bunaqa situatsiya uchun. Yana surishtirgan ekanlar. Aka, bilaman kimdan surishtirganingizni, u odamni choping hayotingizda. Ha, informatsiya.com dan qidirgan. Qanaqadir. Yoki anaqa gruppalar bo'ladi, kelin topamiz degan shu yerdan. Kelininfo.org. Bilmaysizmi? Yo'q, yana bor. Pul berasiz. Yo'q, men bilaman. Bilaman. O'qigan bo'lsa, qaysi o'qishga qarab stavkasi oshadi. Stavkasi oshadi. Agar stavkasi ja tushib ketgan bo'lsa, u уже boshqa sahifaga o'tib qoladi. Yo'q, lekin men behazil etib. Price bo'lib ketaveradi. Qarang, mana qanchalik yomon bo'lsa, shunchalik pastga tushib ketaveradi. Keyin уже eng pasti уже bu sahifadan o'chirib tashlab boshqa sahifaga o'tadi. Popkela saytiga. Popka sotadigan do'kon bor. Uz popka degan. Uz popka. Bor, bunaqa bor. Real. Nu bo'lmasa ham Telegram kanallari bordi. 100 talik rezumelar tashab yuradi. Popkani bozorda xullas deyman. Bo'pti. Faqat men bora olmayman. Sizga pul berayotib, qayerdaligini bilib oldim. Xo'sh, qayerda ekan? Telegramingizga Tashab qo'ydim. Nima dedi sizga pul beray turib? Sizga pul berayotib, qayerdaligini bilib oldim. Pul berayotib $900. Ha, $900. O'z qo'limdan sanab, mana berganimda oyizga, oyiz mendan oldilar-yu. Keyin tillarim yo'qoldi. O'sha payt esimga tushdi. Ko'nglim sezyapti. Men o'lsam kerak. O'limni siz emas. Alloh belgilaydi. Voy. Okamni qayg'uruvi, meni qayg'uruvimga o'xshar ekan. To'g'risi nima deyishni bilmay qolaman, mana shunaqa paytlarda. Bunaqa fikrlarga bormang. Jon bolam, Aql o'rgatma. bu o'rtamizda sir bo'lib qolsin. Umrimda oxirida qizimni ko'rib qolay. Agar boshqalarga aytadigan bo'lsam, hamma ustimdan kuladi. O'lishi nima yo nimani? Yana adala yo'q. Yo'q, bu odam bilmadim. O'zini ikkinchi marta ko'ryapmiz-a, shu o'zbekcha narsa. Adala yo'q. Adalaga nimadir bo'lgan bo'lar har doim. Qimmatmi gunoh mujskoy yana. Bilman, yoki qimmat, yoki g'alati-yu, просто как будто ko'pchilik o'ynamaydi-da, o'ynagisi kelmaydimi, bilmadim nimagadir. Yoki uyalishadimi bular katta-katta bratlar yoniga kelib turib,
Anaqa narsa yozib qo'ydik. Shuni Uni berishingiz bering. kerak. Ana shang'illatveradi deb o'ylaydimi? Unasiz pomidor o'ynashdi. U ham to'g'ri lekin. Endi hech kim o'ynamaydi. Endi o'ynamaydi. Endi o'ynamaydi. Qo'y ukam, qo'y. Men pomidorni yig'ishtir. Shunday meva bormi? Syujetni bo'ldi. Yo'q. Stop it. Yo'q, qo'yinglar. Begona bo'lsangiz ham negadir sizga sirimni aytgim keldi. Aytmadingiz-ku hali beri. Iltimos bolam, O'lib qolsalar hozir. hech kim bilmasin. Hattoki oyis ham bilmasin. Endi aytadi. Yoki o'larlar. Tushundim. Faqat tezroq boring. Ko'zim to'rt bo'lib bolamni kutib turibman. Aniq shu yuborgan manzilingizdan topolsam, aytaman. Voy. Qizingizni qayerdaligini bilarkansiz, nega aytmadingiz? Nima dedi? Qay bilaman qani? Qizingizni qayerdaligini bilarkansiz, nega aytmadingiz? Xayoldagi gapni sal bir boshqacha anaqa bilan beradi ozor oldin kinolarda. Eho bir nima bilan. Bitta men просто aka og'iz qimlash eslanish chiqib qoldi o'yladim birinchi. Bu xayoldagi gap Bir ekan. xilda. Menimcha montajyor o'ylagan bu montajda qilinmaydi. Bu ani es degan xonaga kirish kerak edi. O'sha yerda gapirish kerak edi deb o'ylaganda. Go'ta pavilyonga kelib turib o'ylab berishingiz kerak edi. Eho bilan. Mikrofon ani pavilyonda nariga chetida turgan bo'ladi. Shuni deb o'ylaganlar. Vaholanki просто Qizingizni qayerdaligini bilarkansiz, nega aytmadingiz? Bolam, nimani o'ylab qoldingiz? aldabosmi yo'q. Ataylab uyushtirishgan, ustimizdan kulyapti deb o'yladingizmi? Yo'q. Qizim menga va'da bergandi. Eslarlar. Oy. Hozir qora jentrada kelsalar kerak. Ustaning. Wow! Absolutely Sinema bu. Tak bu. Assalomu alaykum oyi, bu yerda nima qilib turibsiz? Qayerdan kelyapsan? Darsdan. Boshqa qayerdan kelishim mumkin? Darsdan kelyapman oyi. Kim olib kelib qo'ydi? Ichingiz qizishini bilib taksi gaplashdim. Taksi ko'chani boshigacha olib kelib qo'ydi. Menga qara, men ahmoq o'xshaymanmi? Kim u? Taksiga otdilar-yu. Necha marta ayting? Bilmayman kimligini. Manzilni tushuntirdim, pulini berdim, olib kelib qo'ydi. Bo'ldi. Nimadan xavotirlanasiz? Oxirgi kursman-ku. To'g'risida taksi bo'lishi mumkin-ku. Nuda har kuni o'sha mashina olib kelib Har kuni bir xil o'sha taksi. nomerda tarif o'ynash. Nimasi noto'g'ri bu yerda? Hammasi Logichna-da. Yosh bola emasman. Ko'chada kimga ishonib yurish kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Sendan qaytadan so'rayapman. Seni mashinadan tushirib ketgan kim? Odam, oyi, odam. Ikkita ko'zi, ikkita oyog'i, burni, qulog'i bor odam. Maxluq emas. Qo'shni Aqida xoli menga boshqacha gapirgandi. Lekin Qo'shnilar aqida biladi. degan ayolga ishonmagan bo'lardim. Bilmadim nimaga. Daveri yo'q. Simdan уже anaqa. Sim vashcha haqiqatni bermayapti. G'iybatni beryapti. Lekin haq bo'lib chiqyapti shekilli. Haq. Ha, haq bo'lib chiqyapti lekin. U rulda Farruh. Lekin Siz qora jentradan sizda bilib olsangiz 10 mi? bo'ladi. 01 emasmi? Yo'q, nomer alohida aytayman, lekin qora jentra bo'lganda Mamatga chekirgan bo'lardim men. Ishiga Bezikdan olib. Ha, ona. Oynani tushirib turib, ozgina qo'l chiqadigan. Hamda so'rashib oladi. Tars qilincha-da. 5 tashing ona. Odamni ichini qizdirma. Kimligini aytasan. Aytaymi? Chol. 10 ta bolasi bor chol ekan. Yo'lda cholligini aytib keldi. Dada yo'qlab все-таки. Dada O'sha topilmadi. yigit yoqdi. Bundan so'rab o'tirmayman. O'sha yigitga uzataman, qo'yaman. Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. Bu prosta anaqa gap bor. Просто maqola. Gap borasida o'tib ketdi prostada. Ha. Qishda kishmish pishmasmish. Pishsa Kishmish pishmash. Ana bilan bor. Nima qilyapsan? Rasmga tushyapman. O'sha tentakka seni tushirib ketganganmi? Oyi, hozir qattiq gapirib qo'yaman. Yo jim bo'ling yoki xonamdan chiqib keting. Oson Bu qanaqa muomala? Menga qara, senda bir gap borga o'xshaydi. Oqingni oq, ko'kingni ko'k qilaman hozir. Qani aytchi. Oqcho'neka ko'p. Nega sen haqingda Oq. mish-mishlar yuribdi? Oyi, siz odamlarga ishonasizmi yoki mengami? Odamlarga ishonaman. Odam emasmi qiz? Odamlar nima Qo'shnimiz deydi? Aqidaga ishonaman. Aqida olaga lekin. Aqidaga ishonaman. Aqida. Chiq
qopdi. Qizim o'rgilay. Telefoningni menga berchi. Ber. Ber Yo'q. deyapman senga. Bermayman. Meni yomon gapirishga majbur qilma, qizim. Bermayman deyaptilar, berish kerak. Lekin berishdan oldin Telegramni просто udalib tashlash kerak. Mana berayotgan. To'xtang, hozir blok qilib bering deb bundoq bosib turib tiq 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 Instagramda hammasini udalib tashlab, mana oling. Shuning uchun Gentra haydaydigan akalarimda ikkita telefon bo'ladi. Bittasi mashinada, bittasi uyda turadi. Bekor etdingiz. Nima? Endi ayollar ham ko'rsa kerak. Ha, yo'q-a? Ha, unda hazillashdim. Bu joyni aytilmadi, eshitmadinglar. Da. Meni kuzatguncha o'sha qo'shnilaringiz o'zini bilsin. Ular bilan ishing bo'lmasin. Sizni men bilan ishingiz bo'lmasin. Agar yana nimadir desangiz, o'zimni o'ldiraman. Lekin unaqa vaziyat bo'lmadi-yu. Ana oddiy gaplashib turganda, Mana o'zini o'ldirishga boryapti. iqi, agar keyin safar kelmasangiz, mana mashina sindirib yutaman. Mashina atmosferada. Hozir mana не понятно. To'xta, shoshma. Shaytonga hayber. Taroqmi? Nima bilan o'ldirmoqchi? Taroqmi? Nima bu? Bilmadim. Menimcha bu anaqa Это нож, да? anaqa taron orqa tarafi. Taraf. Ha. Kuchli bo'ladimi? Алюминиевый taraf. Ha, da. U yomon juda kuchli. Bo'ldi. Nimaga kerak u uchun? O'sha mana shunaqa vaziyatlarga o'zi o'ldirib yuborish. Ha, yo'q. Vdруг, a? To'g'ri. Men onangman. Nima gaping bo'lsa menga ayt. Ularga faqat seni chiroying kerak. Sendan bir marta foydalanib ko'rgisi keladi xolos. Men odamlarga seni qo'rchoq bo'lish uchun tug'maganman. Agar xonadan chiqib ketmasangiz o'zimni o'ldiraman. To'xta. Voy, To'xta voy. qizim. To'xta. To'xta. Voy jonim. Men bir dsalar. Men birinchi. Voy, o'ldirmadinglar-ku. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi, oyi? Hammani qildi bu. Oyi. Yomon so'zmi? Nima qildi? Signal qo'yib yuboringlarmi? Ha. Va bo'ldi. Qo'yib yuboringlar orqaga qaytib hozir yengitdan. Ko'ydim. Voy. Tez yordammi? Situatsiya bu nimaga kerak bu kan? Bu menimcha просто anaqalar tashib turganda oraga qo'shilib ketib qolgan, ha? Montajni o'tkazib yuborgan ko'rmasin. Istali. Akam buni anaqa men to'tini OLXga qo'yish o'rniga kinoga qo'yib yubordilar. Hozir просто to't sotiladi eshitchi. Ana Esdan chiqib qoldi. bu to'ti ham o'girilib oldi-da. O'zalama olma bu kinoga deb. Men tushmayman. Cringe bo'ldi. Kamera yig'ishdi, o'girilib oldi. Oyi, yaxshimisiz? Olib qo'y endi. Ko'zimga ko'rinma. Sen kabi qiz o'stiraman deb Nimaga anaqani muzika aytsa, psixologga? ko'zimga ko'rinma. Ha? Sen kabi qiz o'stiraman deb hech hayolimga Bitta notasidan bilib keltirmagandim. olaman. Psixologga ko'rardik oldin. O'shani ijodkorlari ishdan bo'shab ketganda. Nimaga? Bilmadim nimaga. Bo'shab ketganda. Xullas biz Zo'r TV'da ishlamaymiz degan. Ha. Meni mamlakatga o'tib olishganda, o'zlari lekin soundtrack degan papkani ham olib olishgan. Ha, o'zlar bilan fleshga. Bosib yotishibdi hamma kinoda. O'shandan bildirib qo'yadi-da. Agar seni oying kimligini bilganingda edi, Ye? ko'chadan do'st axtarmasdan onangni qo'lidan tutgan bo'larding. Voy. Biror marta ona yaxshimisiz deb so'rading. Meni kechiring. Menga hamma narsa beryapsiz. Mehrim, e'tiborim, pulim. Bitta choy ichmayapti normal. Bechora opam taro bilan ovoragarchilik bo'lib yuribdi-da. Qiynalib, normalniy такой раскладной нож. Babichka. Babichkami? Kerambitmi? Kamchiligim yo'q. Bor. Unda nega qo'shnilardan har xil gaplar kelyapti? Qo'shnilar emas, aqida xola. Aqida Yo'q, bu holidan. tuhmatlardan shamol uchirib yuribdimi? Oyi, men sizni tushundim. Unda yaxshi. Qizim, kelishib olamiz. Meni har xil gap so'zlarni ko'tarib yuradigan kuchim yo'q. O'zing ko'tarib. Seni o'z Tez yerga vaqtida borishga. joyingga uzatsam bo'ldi. Bo'ldi. Hamma muammolar bitib ketadi. Bir yaxshi oiladan sovchi kelyapti. O'rta hol oila. Ana o'sha yigitga tegasan. Bilmadim, lekin xola agar boy bo'lmasalar bunaqa hozir aytib tururlar, agar pul bo'lsa senga yetadigan yo'q deb. Men bitta eshab bo'mish ekan. Men vashcha o'zimni hozir odam his qilmayapman, bor. Salfetka sotgim kelib qoldi hozir. Meni hali ishlarim bor. Chuqur tema. Qolgan ishlaringni erga tekkaningdan keyin davom ettirasan, agar u senga ruxsat bersa. Qaysi Men ishlar? otangdan Qanaqa ishlar gaplashib. bor? Qanaqa ishlar bor? Salonchi bo'lsa kerak. Salonchi? Alohida kvartira kerak salonchi bo'lish. Menimcha opam krupiya. Nima? Krupiya. Nima u? Kazinoda karta tarqatadi-yu. Voy, yo'q. O'sha nomi krupiya bo'ladi. Bilmadim lekin.
O'zbekistonda bo'ladimi shunaqalar? Yo'q, bo'lmaydi. Mumkin emas edi kazino. Qaror qabul qilingan deng. Shunday. Ertaga uchrashuvga chiqib kelasan. Ona, unda oxirgi iltimosdan bo'ladimi? Ha, sarpaga 4 ta uzun prostыня aytib oling. Qizil, oq anaqa. Anaqa kravat sotolamiz-ku, olib borganmiz. Noshkaga qiling. Hatto noshka kerak emas. Просто ana fata bor-ku, o'sha betondan beringlar. Bir 500 kilo olsin. Hamma meni ham ko'tarsin ustiga. Da. Opamga nimaga kerak? Ishonmaysiz. Prosta. Endi bor. Ketaman. Ha, aytgancha gul kerak emas. Gulni 5 minut temak turasiz faqat. Gul kerak emas deganda, o'sha gulni vaqti kelganda, qani gul kerak? Nimaga gul yo'q? Ishondinglarmi? Bo'ldi, o'zinglar qilinglar to'y. Mana, endi boraveraymi? Ikki qo'lda birimi? Bir ekan. Endi boraver. Xola o'xshatdilar lekin. Amalladilar. Ba'ni hali ham nima edi? Ikkita erkak gaplashyapsin deganida, adasi bundoq pastlarga qarab ta qo'y. Xushlar deb zo'r o'xshatib berdi. Ana bundoq robotskiy emas-da, ana. Ular kasal. Kelolmaydilar. Yo'q dedimi? Yo'q deyapman-ku. Yolg'iz farzandim deb balki boshida erkalatgandirman. Hali aytib beryapti ekanlar. Og'irlikni tashyapti. Akam o'sha ana ko'ynakda o'tirgan bo'lsa kerak. O'sha yenglar shimarib olibdan qo'y. Anta to'yxonada yotsalar, odamlar kutib, mehmonlar necha stolamiga. Lekin boshqa ishonchli odamim yo'q. Dadasini ham toblari qochgan. Attalar. 16. Jolat bo'lmang. Men qizingiz oldiga boring. Amin. Sog'ayib keting. Amin. Rahmat sizga. Qani amin. Nima dedi? Qolgan pulni ham tezlashtirib berishar ekan. Qizi uchun uzr so'radi. Opa, akam o'zbekcha bilmaylar bahoda bor. Короче, siyosatdan gaplashdik. Umuman bu narsalarni gapirmadi. Yo, endi bu yaxshi iltimos qildilar-ku. Hech kimga aytmaydilar. Unda zo'r. Kerakli narsani gapirib, soqqani tez orada qilib berishadi. O'zimdan kelib chiqaman-da. Menga ana hech kimga aytmang-da. Nima dedi? Короче, mana qildilar, qarang. Qizi bor-ku. Короче, hech kimga aytmadilar. Hozir akatib tashib ketamiz. Billa boramiz, qani. Siz ham hech kimga aytib o'tirmang. Lekin yo'man deb mashinaga o'zi hech kimga aytmadi-yu deb. Ha, boshlasa. lekin senga aytdim. Unda qarab. Nimaga? Uzrini yig'ishtirib olsin. Uzr so'raguncha bor-ku, ana u tarbiyasiz qiziga tarbiya bersin. Bo'ldi, oyi. Ketasizmi yo shu yerda qolasizmi? Ustimdan kulyapsanmi? Bu yerda nima qilaman? Ha, bo'lmagan qudamni ahvolini tomosha qilaymi? O'zi katta savol edi, opa, sizga bu yerda nima qilasiz? O'zi boshidan. Nima qilyapsiz bu yerda? Boraman uyga. Yuring ketdik unda. Qayerga ketyapsiz? Yiroqqa. Qayerga ketyapsizlar? Olib ketinglar. O'sha mashinami? Brat, o'zi tashab qo'yibsiz keling. Qarang, g'ir tushgan mashina. 100 talik. 100 talik chexoli ham o'sha. Chexol hammasi. Men bilaragacha. Voy, shunda syujet vashcha o'zgarib ketyapti-yu. Ana, akam, menimcha ana paytda chiqib ketganlar. Hozir o'zim gaplashaman ham bilan deb chiqib ketdi. Tashab o'tirib taksiga keladi. Endi to'y bilan no pul topish kerak. Tirikchilik aybi yo'q. Joydan topib keldi, sotilyapti ekan. Olmam qo'ymabdi hachaba. Turbani o'zi sotarasiz. Domida ishkilik u haligi. Ha, ana g'ishli. Ha, 100 talik kvartira edi. Hozir lekin, voy, men 5 yoshligimdan opam eshigi bilan podyezd ochilsa, hozir. Yomon bola. Voy, Damas. bitta knopka ham zvonokka javob berar ekan, ham soundtrack boshlanishiga, ham Damas chiqishiga. Qarang. Ya, montajyor yorganda, jo'si. Ana, video dag'laganda. O, Farruh chiqdimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kimsiz? Farruh. Men shu uyning egasiman. Nima gap? Uka tinchlikmi? Ayo, bu просто kino. Meni Sabri opa yubordi. Rushani shu yerda. Rushana kim? Sabri opa kim? Siz kimsiz? Men kim? Men kimman? Siz kim, men kim? Sen kim bu kim? Ben pro ssenariyda men kimligimni aytmagan. Rushanani qarindoshiman.
Menga chaqirib yuboring. Ey uka, kimsiz? Nega keldingiz? Rushana kim? Zaynab. Nega unday ismli qizni bizdan qidiryapsiz? U qiz bolaligini qayerdan bilasiz? Zaynab. Rushana kim? Voy, Keyingi safar brat o'g'lingizga Rushana deb ism qo'ying. qiz bolaligini qayerdan bilasiz? Yaxshi savol. Hop, biradam o'ylanib qolsalar kerak. Ha, rostdan qayerdan bildim. Bo'pti, ichkarida desalar lekin hozir. Balki bir bolali ayol bo'lishi mumkin. Ha, bilmasam, ismidan yosh deb o'ylabman. Tasodif-da bu uka. Tasodifan bo'lmaydi. Bu meni uyim. Uyimda onam, bolalarim, ayolim bor. Voy Rushana. Kiring uyga. Men Rushanani izlab kelgandim. Shu manzilni berishgandi. Uzr aka bezda qilgan bo'lsam. Mayli, ishqisi yo'q. Ana, orqadan Rushana chiqib keldi, to'g'riga domda. Shuni ham eplolmayapsizmi? Na gulli Gulli, galsi torqisiz na biri. Qani ko'rsatib lokatsiya. Ben turibsiz. Siqatda, siqatda. Hozirda akam oilasini buzib yuborishi mumkin-da bu, janjal qilib. Ishadi. Farog'iga siz ham kerak bo'lmaydi. Mayli aka, sog' bo'ling. Siz ham sog' ehtiyot qiling. Mayli, yaxshi yetib oling. Nimandir biladi bu. Sabri opa bekorga bu manzilni yozib bermagan. O'zini bilmaganga oldi. O'sha Bu odamda bir gap bor. Da, brat. Kuzatish kerak. Kuzat. Shunchaki yaxshilik uchun kuzat. Bir ayol senga oilasini sirini aytdi. Ishondi. Kuzatish kerak. Siz qahramonsiz. Bo'ldi, kuzatish kerak ekan, tushundik. Mana bispalimni kuzatar ekanlar. Okamda nima ayb hozir? Amakimni kuzatishardi qarang. Amakimda? Jon emasmi? Shu mas'ulkan. Farruh. Akam ko'rmadilar. Akam qaysidir white partyga ketyaptilar, oppoq kiyyaptilar. Mana yegandim. Mana oqqa qora yemək chiqgan yarashmaydi, o'rtalar xato qilmanglar. Qaysi uyga kirib ketdi? Podiyez ham ozgina gryaz podiyez. Ko'chada kuta qolaman. To'g'ri qilasiz. Nimalar qilib yuribsan ha? Nimalarni boshlab yuribsan? Nima uyimizda LGB bor, ha? Nimaga? Bam. Nima bu kartina? Nimalarni boshlab yuribsan? To'ydan qochdim. Qochdimmish. Oq ko'ylagimda qochdim. Ishonmasangiz ana xonada turibdi. Kim ol? Seni izlab yurishibdi, bilasanmi shuni? Kim? Kim? Kim izlab? Boshlang'ich sinfdagi ustozingiz. Tabriklayapsiz u. Ana u xola nima edi? Aqida xola qidirib yuribdilar. Aqida xola. Uyimga keldi. Qarindoshing ekan. Meni uyimni qayerdan bilishdi ular? Onam biladi. Oyim bir marta ortingizdan kelib, uyingizni ko'rib ketgandilar. Menga aytgandilar. Agar yana bir marta o'sha bilan ko'rsam, borib uyini buzaman degandilar. Nega menga aytmading shularni? Bu ahamiyatli narsa emas-ku, Farruh aka. Farruh aka, qorningiz ochmi? Nega to'yingdan qochding? Men senga to'ying o'tsin, bir nimani boshlamagan deganmidim? Tarixni yopamiz degandim. Farruh aka, buning iloji yo'q-ku. 60 yopinglar, tarixni. To'y bo'lsa hammasi fosh bo'ladi. Aybni men qilganman, ha? Ha? Men senga odamgarchilik yuzasidan yordam berganman. Odamgarchilik? Ammo Qanday? uydagilar esa hamma ishni menga to'nkadi. Yo'q. Ular sizga hech narsa deyishmaydi. Tarix uzunmi deyman-a? Hech narsa deyishmasa nimaga uyimga keldi? Nima uchun meni uyimga kelib, meni so'roq qiladi? Bilmasam. Brat, prosta Iltimos, javob Farruh aka, berganmiz. meni haydamang. Boradigan joyim yo'q. Hozirroq uyimdan ket. Agar hozirroq uyimdan ketmasang, O'zim kelaman. seni o'g'ri deb 0-2 qilib yuboraman. Voy. Shantajmisiz? Sen Bro, o'tgan safar anaqa tokam kasblarini so'rashdi, men arbitraj bo'lib ishlamoqchiman dedi. Arbitraj ham bu shantajga o'xshagan gap-da, u ish bo'la olmaydi-da, u anaqa nima bo'ladi, sifat. O'sha-da, harakat. 0-2 qilib yuboraman. Shantajmisiz? Shunday. Sen avval izingni tozalab yurishni o'rgan. Chiq uyimdan. Chiq deyapman. Chiq uyimdan. Farruh aka. Gapirma, bor. Otam anaqa aytadi. Yo'qol ko'zimni. Yo'qol, umuman ko'rimni. Unaqa qilmang, iltimos. Farruh aka. Ko'ylagim Farruh aka, oching eshikni. Hozir qayoqqa boraman, Farruh aka? Ovozlar yo'q, daqirlash ovozlari. Bizlukda Farruh aka, oching eshikni. Uyga boring. Rushana. Rushana. Ha? Nimaga keldingiz? Ismingga nima? Siz nega qochib ketdingiz? Nima edi? Men shunaqaman. Shu hayotni o'zimga ma'qul ko'rdim. Nima edi? Sizdan nimaga, nima uchun deb javob olgani kelmadim. Hammasini bilaman. Shunchaki oqli Mansu akam syujetni o'zlari yozganlar. Короче, keldi, bunga yalinmay, просто короче, по фактам gaplashib, короче, men nimaga keldim? Uydagilar kutayotgan ekan, ketdi. Mana shunaqa gapirsam bo'ladi, nima deysiz? Rejissyor ham. Ukam yorib yubording.
Keyin bir joyga ulgurishingiz kerak. Ehtimol ulgurmassiz. Nimaga? Men bormayman. Men shunaqa yo'lni tanlaganman. Hech kimni pand nasihasiga muhtoj emasman. Menga yana ko'proq e'tibor berishlarini xohlayman. Har doim, har on, har daqiqa. Bu mumkin emas. Siz o'zingizni ayblamang. Bir mumkin. Siz xudbinsiz. Buni sababini ehtimol bolaligingizdan izlab ko'rasiz. Ha, bir gap, oyingizni mazasi yo'q. Sraz etsa bo'lardi. Oyim qayerdalar? Ko'zidan keldi-da. Ahvollari og'ir. Ehtimol ulgurarsiz. Onasi haqida gapirib ko'zlaridan keldi-yu. Aytgancha, adezam o'ldi deb hamki pagon qiladi. Давай. Ajab bemi? Taksiga emas. Voy, yomon tez yurdi. Voy, Nima qildi? Просто shunday eshigidan kirib keldi. Mashina yurishini ovatib deylar-yu. Hech bo'lmasa bitta dronkadir ishlatibsiz. O'shani просто orqaga revers qilib yuboringlar. Opam yurishlar flashmilar? Oyingizni mazasi yo'q. Hech bo'lmasa kechasi kelganda ham katta gapirdi. Oyi. Kechasi kelganda ekan. Ana kuyov kutib olish kerak deb o'tirib. Chop qo'yadi. Keldingmi deb to'paysiz. Taksida ketibsiz deb o'yladim. Oyi. Oyijon, men keldim. Ye? Oyijon, meni kechiring, men qo'rqib ketdim. Oyi. Men o'zimni asra olmadim. Aldandim. To'ydan qo'rqdim, oxiridan qo'rqdim. Ko'chadan panoh izladim. Meni kechiring, oyijon, iltimos. Nima deding? Ye? Oyijon. Nima, kimdir o'lganda naychi biladi, sirazi xonaga kirib keladi. Kimdir o'lib, Oyijon. Qo'l ushadi. Hamma kimdir o'ladi. Yo'q, oyijon. Qo'limni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Iltimos, oyijon, ko'zingizni oching. Voy, ma'luyini. Uyda kattaligini borib, meni domimdan katta, kvartiramdan katta ekan borib mana shu. Hozir taxminan ham tegib so'mga qo'yamiz-da. Dunyoda yo'l ko'p ekan. To'g'ri. Yana uchrashdimi? Dunyoda yo'l ko'p ekan, lekin ani yo'lim eng qisqasi edi. Yo'l ko'p. Egri yo'llar ham ko'p. Haqsiz. Yo'lchimisizlar? Egrilari ham bisyor. Hammasini ko'ribdilar opa. Aytdim, 3 ta harfli muammolar deb. Endi yo'l muammosi. Hozir yo'lni 5 minut gaplashadi. Boshi 5 minutlik yo'l, oxiri 5 yo'l minutlik yo'l. Otib qo'ydim. Alloh sabr bersin. Shunda ham bermaydi. Iltimos, meni kechiring. Siz baxtli bo'ling. Sizga esa chin dildan baxt tilayman. Shu yetishmayapti deb. Rahmat. Voy, Tugapti. voy. Yo, men bir ibratli bir nima Ya anaqa bu bo'ladi o'ylabman. Bu nima bu? Nima xulosa nima Men keyin? oxirida bir nima bo'lib ketadi o'ylab. Oxirigacha kutdingizmi, prям? Hozir mana 4 sekundda nima 4 sekundda balki bo'lib qolar, a? Yo'q, lekin bu вообще ani sayozlikni sayoz so'zi ham bitta. Nahotakam? Qaysi nahotakangiz? Bachkana film. Bachkana emas. Voshi bachkana emas. Voshi bachkana emas. Bu bachkana qilish uchun harakat kerak edi-da, bu yerda yo'q harakat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar ham? Yaxshimisizlar menchi kommentda. Xullas, buni ko'radigan odamlar 292 ta odam buni ko'rib, sal bitta ekan. Buni ko'rib ham, voy, jizayu bu deyishganda, hayot, voy, shuna hayotda. Meni ham to'yimdan chiqib gul yo'qolib qoldi. No, lekin просто kichik xulosa yo'q-da, xulosa. Xulosa yo'q. Da. Kino o'zida просто men bu okamni bilmadim. Вообще juda sayoz narsa-da bu. Oldingilarda hech bo'lmasa qanaqadir bir nima bo'lardi. Bir nima, qanaqadir syujetda bu yerda просто реально ani to'y kadrlari ham qizuvroq bo'ladi. Lekin oxirida ham rosa kutdim bor, men o'yladim, men brat qiz nima? Brat mana bu qizni yaxshi ko'rib qolib boshqatdan yana bir qarasa u balkim
emasdir yoki endi o'zingiz. Men bu qiz misol uchun yomon yo'llarga kirib yurgan deb berishyapti-da 40 minut. Oxirida boshlandi, что yo'q, bunaqa narsa deb berishadi bo'ladi. Men bu qiz qiynalgan, buni adasiga qarab yuribdi o'sha kvartirada. Onasi bilan adasi nima edi, urushib ketgan. Shuning uchun o'sha kvartirada adasiga qarab yuribdi. Hech bo'lmasa shunaqa narsa yoki realni qimorvoz, krupiye, o'sha yerda o'zining biznesi bor. Mana shunaqa bo'lish kerak edi-da. No, просто unda cho'zilib ketardi. O'rtoqlar, uzra vaqtinglarni olganimiz uchun. Vashshe bor, ming bor zo'r. Bu azoblash xizmati bo'ldi. Vashshe lekin просто vaqt behuda ketdi. Agar behuda degan narsa video bo'lganda mana shu narsa. Mana shu kino bo'ladi. Charxi falak o'rniga behuda, sayoz degan narsa yozib qo'ysanglar, уже odamlar tayyor turadi, nima ko'rishga. Siz qayerdan topdingizmi? Tashlashdimi? Eng qizig'i hamma ko'pchilik so'raydi. "Aka, mana cringe'larni qayerdan topasizlar?" deb. Biz topmaymiz. Ular o'zligi bizdan topadi. Ular ham bizdan topmaydi lekin. Просто kirasiz, YouTube'ni ochasiz, просто rekdan chiqadi. Просто o'zi rekdan chiqib keladi. Men qara menga deydi. Ey, ko'rmani deb. O'zingni o'ygan deydi. O'rtoqlar, kommentga yozib yuboringlar. Boshqa qismni ham Ilhom Umarov bilan boshqa kinoni ham ko'raylikmi? O'shani kommentda yozib olinglar. Ha, albatta yozinglar. Like-dagi mana shu joyda 30 mingta qo'rsanglar, keyin songa kelaman. O'yinlarga ko'chamizmi? 30 mingta. Tez yig'iladimi? 10 yil siz uchun juda qisqa vaqt bo'lsa, agar tez yig'iladi. Yo'q, nechta yig'iladi? O'zlarining layklarini ko'rsatyaptilar hozir. Ha. 3200 ta. No okay. O'rtoqlar 30 mingta yig'sa bo'lar ekan. Bo'ladi, yig'sa, easy yig'sa bo'ladi. Shunga men motivatsiya. Yoki prosmotrlar zo'rda qarang, 70 ming, 80 mingta ko'chadi, lekin like bosmaydi. Yaxshi emas, jigarlar, yaxshi emas. Like bosinglar, realni 30 mingta qilinglar, ertaga qachon chiqadi o'zi? Bumi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ko'ringan kundan ertaga hisoblasangiz bo'ladi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Mana shu ko'rganligimdan ertasi kunga ham agar 1 soat ichida 30 mingta yig'orsalar, men kelib sразу o'sha 30 mingta bo'ladi, уведомление bilan keladi. Taksi sразу chaqiriladi, tushunasizmi? Yaqin ekanmiz, uzoq emas ekanmiz. Yo'q-ku? Qayerda ishsiz? Chetda. Men серьезно? Pishqo 3-chi turda. Aka kuchugingizni yig'ishtiring, iltimos bor. Kecha vovlab, dumalab. Nima 3-chida kuchuk bor-da. Odamdek kuchuk, katta-da. Vashshi. Do'pirlab yursa, men qachon katta bo'lar ekan, mana shu bola derdim. U kuchuk ekanmi? Kuchuk ekanda. O'rtoqlar, kattakon rahmat, juda ham qiziq ko'rsatib bo'ldi degan umiddaman. Mehmonimizga necha baho? Yaxshi ma'noda. 3 dan 4 gacha baholaylar. Shuni davaychi, likelar bilan baholaylik. Va o'rtoqlar, yodingizda tutinglar, bizning proyektni qo'llab-quvvatlashinglar saviyasiz kontentlarning kamroq chiqishiga hissa qo'shadi. Ideal.